Achchiqni xush ko'ruvchilar, yaqinroq kelinglar. Bugun sizlar bilan Dungal qalampiridan mazali, sochni chiqadigan, juda ham chiroyli bo'lgan samsoshkalar tayyorlaymiz. Bugun chapanasiga oddiy qilib pisochnli xamir qorib oldim. Bu xamir retseptini hamma bilsa kerak. Shuning uchun retsept yozmadim. Agar men tayyorlagan pisochnli xamir retsepti qiziq bo'lsa, kommentariyaga plyus belgisini qoldiring. Aytgancha birinchi bo'lib ishimizni bismillahdan boshlab, dungal qalampirlarni yuvib, o'rtasidan yorib, ichlarini tozalab olamiz va achchig'i ketishi uchun sovuq suvga 1-2 soatga yutib qo'yamiz. Pisochni xamirni ham men yarim soatga muzlatgichga qo'yib tindirib oldim. Endi xamirdan kerakli bo'laklarni olib, videoda ko'rsatilgandek yoyib, kesib olamiz va qiyma to'ldirilgan dungal qalampirimizni o'rab chiqamiz. Qiymani ham oddiy usulda tayyorlab olasizlar. Tayyor qilib olgan samsushkalarimizni duxovka pechiga qo'yib, 200 gradusda pishirib oldim. Oshxonam derazasi ochiligi uchun doimgidek pastda o'ynayotgan bolajonlarning ovozi rosa eshitilibdi. Aytgancha duxovkaga qo'yishdan oldin albatta tuxum surib, kunjutlar sepib oldim. Ishoninglar, bu juda ham sochli va mazali chiqdi. Achchaligiga qaramasdan mazza qilib yeb oldik. Sizlarga ham tavsiya qilaman hamda menga yana ham motivatsiya berish uchun menga obuna bo'lib, qizil yurakchalar bosishni unutmanglar.